Assalomu alaykum ustoz. Yana bir marta Samarqand iqtisodiyot va servis institutida muhim o'rin tutgan ustozlarimiz bilan biz Samisiy faxrlari degan loyihani boshlaganmiz. Mana shu loyihamizning 2-sonida siz mehmon bo'lyapsiz. Ustoz, boshlab olsak, Murod Muhammedovich Muhammedov o'zi kim? Tarjimai holingiz haqida qisqacha aytib bersangiz, talabalarimiz, kuzatuvchilarimiz siz haqingizda to'laroq bilib olishsa. Birinchidan, alaykum assalom. Men 1949-yilda Samarqandda bir Tayloqqa yaqin joyda tug'ilganman. Dadam rahmatli o'sha yerda xizmat safarida bo'lgan paytda oilamiz o'sha yerda yashagan. 1957-yilda 1-sinfga Samarqandda 10-son o'rta maktab bor edi. Chorrahaga yaqin joylashgan. Shu yerda 1-sinfga borganman. 67-yilda tugatdim. Endi men bolaligim ko'proq dadamning xizmatlari bilan bog'liq rayonlarda, qishloqlarda o'tgan. Shu 1-sinfga borganimda rus tilida hech narsani bilmasdim-da. Umuman tushuncham ham yo'q edi. Yerga keldik. O'sha maktabda o'qib 3-4-sinflargacha rus tilidan aham pastroq edi. Bir iloj qilib shuni ishga tortaman deb faqat rus tili ustida qattiq ishlardi. Shuni borib ancha o'zlashtirdim. Lekin menda shu o'qish jarayonida juda o'qishga mas'uliyat katta edi. Shu bugungi berilgan o'qituvchining topshirig'ini bajarmay darsga borish men uchun katta bir ko'ngilsiz voqea edi. Toshini tayyorlanib bormasam, ko'nglim joyimga tushmas edi. Uydagilar urushardi, "Muncha o'qiysan, qo'y." Lekin shu o'qishga qiziqishimdan ham mas'uliyatim katta bo'lgan ekanda, mas'uliyatni his qilib shu o'qituvchini oldida bilmay uyalib qolaman deb o'qib borar ekanman. Shu 4-sinfdan rus tili ham 5 bo'ldi. Shu 5 bilan maktabni faqat 5 bilan o'qidim. Oltin medal bilan tugatdim. O'qishni tugatgandan keyin Samarqand kooperativ instituti deb nomlanardi oldin institut. Juda kirish qiyin bo'lgan oliy o'quv yurtlaridan edi. Shu yerga hujjatlarimni topshirib, birinchi imtihon matematikadan bo'lgan edi. Bu oltin medal olganlarda qoidasi agar 5 ga topshira olsa birinchi imtihonni shu bitta imtihon bilan qabul qilardi. Birinchi imtihondan 5 olib shu institutga 1967-yil talaba bo'lishga erishdim. Bu yerda o'qishni boshladim. Endi maktabda menda qolgan o'sha o'zim hozir tahlil qilaman, o'ylayman. O'sha birinchidan o'qishga intilish bilan bir qatorda yoshlarda mas'uliyat katta bo'lishi kerak ekanda. Faqat intilishning o'zi yaxshi o'qish uchun yetarli emas degan xulosaga keldim.
hozir nevaralarimga e'tibor beraman. Ularda har qaysida mas'uliyat har xil, qobiliyatli, lekin uncha mas'uliyati yo'qlari ham bor ichida. O'qishlari zo'r emas. Mas'uliyati kuchli bo'lgan nevaralarim yaxshi o'qiydi. Shuning uchun men o'ylayman, o'quvchi uchun ham o'sha endi yosh bola uchun mas'uliyat bu katta bo'lishi juda foydali ekan degan xulosaga kelganman. Ana shu yerda keyin 67-yilda iqtisod fakulteti talabasi bo'ldim. Bu yerda ham o'sha 5 bilan o'qish davom etdi. 3-kursga borib, o'sha paytlari Lenin stipendiyasi bo'lardi. Hozirgi prezident stipendiyasiday nomdor stipendiya edi. O'sha stipendiyani olganman. Lenin stipendiyasi 100 so'm edi. Institutni o'qituvchisi, yosh o'qituvchilar 125 so'm olardi. Shunday stipendiyasi yaxshi edi-da. Deyarli o'qituvchini oyligini olib o'qiganman. Shu institutda ham o'sha mas'uliyat davom etdi. Men biron marta darsni qoldirgan paytim bo'lmagan. Biron marta, biron sabab bilan ham. Hatto bir sog'ligim sal nima bo'lganda ham shu kelib darsda o'tirardim. Darsni qoldirish, masalan, o'sha qoldirgan darsni o'zlashtirish men uchun muammo emas edi, lekin shu mas'uliyat kuchli bo'lgan ekanmi. Hozir e'tibor beraman, ba'zi bolalar uchun darsni qoldirish hech narsa emasda. Odatiy hol. Keyin o'sha institutda yaxshi o'qiganimdan keyin ishga taqdimot bo'lardi. U paytlar juda bu narsalar qattiq yo'lga qo'yilgan edi. Bitirgan talaba qayerga ishga boradi? Maxsus komissiya tashkil qilib, keyin ishga joylashtirardi. O'shanda bitirganimda rektor rahmatlik nimada taqsimlayotganda qayerga ishga borasan? Endi o'sha yerda yaxshi lavozimlar ham bor edi, ishlab chiqarishga. Bo'lim boshlig'i endi men yaxshi o'qigan-ku. Shunday qo'yardi-da, keyin imkoniyat berardi. Masalan, birinchi tanlov meniki, keyin boshqasiniki. Yaxshi imkoniyatlar bor edi ish tanlash uchun. Hatto o'sha paytlari rayfoda iqtisod bo'limining boshlig'i degan lavozim ham bor ekan. Xohlasam ketishim mumkin edi. Keyin rektorimiz so'radilarki, ishlab chiqarishga borasan, mana yaxshi lavozimlar bor ekan. Endi o'shanda ikkita uchta kafedra mudirlari meni olib qolishga nima qilardida, qiziqardi. Bizda qolgin, bizda qolasanmi? Keyin men aytdim, domla, meni institutda qolmoqchiman. Endi oyligi albatta maosh nuqtai nazaridan ishlab chiqarishga borish iqtisodiy jihatdan yaxshi. Endi men o'shanda ilmga qiziqardim. Shu institutga qolishni ma'qul ko'rdimda. Keyin rektor, durust ekansan-ku, nima qilib ilmga qiziqar ekansan deb meni keyin institutga olib qolgan. O'sha institutga qolgandan keyin nimaga aspiranturaga harakat qildim. Aspiranturaga o'sha paytlar maqsadli Moskvadan taqsimlar edi.
qaysi institutdan qayerga aspiranturaga joy berish. Men Lvov savdo iqtisod institutiga to'g'ri keldi. O'sha yerga borib 3 yil aspirantura qildim. Aspirantura davrida ham o'sha mas'uliyat yuqori bo'lganmi, ko'p ishlar edi. Shu yerda bir odat chiqardim. Endi odamda ongni ushlash qobiliyati asosan ertalab 3-4-5larda juda kuchli bo'ladi. Shuni bilib olganmanda ertaroq yotib, erta turib saharda ishlashga odatlandim. Shu odatim hozirgacha ham shu o'rganib qolgan ekanman. Hozir ham shu 2-3larda turib 5-6gacha ishlaydigan odat chiqardim-da. Shunday qilib dissertatsiyani ham muddatidan oldin tayyorladim. 2 yilda tayyor bo'ldi ish. Paytlari bu ishni muddatidan oldin tayyorlash bir qahramonlik edi, talablar juda kuchli edi. Muddatidan oldin tayyorlab, himoya qilib yana institutga qaytib keldi. Endi bu yog'i keyin mehnat faoliyati boshlanib ketdi. Ustoz, o'zi bolalikda qaysi kasb egasi bo'lishni xohlagansiz va kimni sababi bilan aynan iqtisodiyot sohasiga, ilm yo'liga kelgansiz? Endi men shu kuzatib nima qilardimda, iqtisodchilik hayotda muhim soha ekanligi, iqtisod bilan insonni hayoti bevosita bog'liq ekanligi, shuning muhim ekanligini idrok qilgan bo'lsam kerak. Shu sohaga qiziqib shu institutga kirib qolganman. Nimada ham mana shu ishlash jarayonida ham endi baribir insonning o'zi tanlagan sohaga, kasbga mehri bo'lmasa, ko'nglidan shuni sevmasa agar, odam yaxshi darajalarga erishishi qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Bu o'sha o'ziga ma'qul bo'lgan, sevgan kasb bilan shug'ullanishning o'zi katta baxt. Shunda ishlashga insonda istak katta bo'ladi. O'sha ishdan rohatlanadi. Erishgan yutuqlaridan o'zi xursand bo'lib, mamnun bo'lib yashaydi. Shu narsani ko'plar e'tiborga olmaydi deb o'ylayman, chunki kasb tanlashda shunaqa bir yondashuvni hamma yoshlarimiz qo'llashi kerak. O'zi sevgan hunar, o'ziga ma'qul bo'lgan kasbni egallasa agar, men o'ylayman yutuqlari yana ko'p bo'ladi, maqsadiga erishadi, tanlagan yo'lidan o'zi xursand bo'ladi, cho'qqilar ham yuqori bo'laveradi. Ustoz, mehnat faoliyatingiz davomida mana shu institutimizda rektor sifatida ham faoliyat yuritgan ekansiz. O'sha davrlar haqida ozgina suhbatlashsak, o'sha davrlarda institutning hayoti qanday bo'lgan, qanday faoliyat olib borgansiz, institut sharoiti, ko'rinishlari, tuzilmasi qanday bo'lganligi haqida qisqacha aytib bersangiz. Men o'zi aspiranturani bitirib Lvovda
ishimni tugatib Kiyevda himoya qildimu, keyin institutga keldim. Rahmatli rektorimiz juda uzoqni ko'radigan odam edilar. Joylari jannatdan bo'lsin. Shu meni nima qilib yerda bitta ilmiy laboratoriya ochib, fan bilan shug'ullanishda davom etasan deb ilmiy laboratoriya ochib, shu yerga meni ishga qildilar. Men bu yerda ishlab yurib, keyin endi har bir institutda jamoa ishlari ko'p, ijtimoiy ishlar. Asta-sekin meni partiyaga jalb qilib, keyinchalik institut partiya qo'mitasining sekretari bo'lib ishladim. Undan keyin doktoranturaga imkoniyat bo'ldi, borib Moskvada doktoranturada tahsil olib, bu yerda ham ishni 2 yilda bajardim. Endi unda mas'uliyat yanada oshdi. Oila, bolalar tezroq bitirib kelish kerak. Keyin odamda hamma vaqt bir qandaydir bosim bo'ladi. Mana uddasidan chiqdimi, qila oldimi deb odamlar nima deb o'ylaydi deb kecha-yu kunduz tinimsiz ishlab. Shunday kunlari bo'lganki, mana sutkada 24 soat bo'lsa agar, shundan 18 soatgacha men stolda o'tirib ishlaganman. Bu paytlar yosh organizm ko'tarardi. Yarim soat faqat время nimani ko'rardimda, boshqa faqat ish bilan bir ovqatlanardim. Endi yoqlab kelganimdan keyin bu yerda ilmiy ishlar bo'yicha prorektor bo'ldim. Keyin ilmiy va o'quv ishlari bo'yicha prorektor bo'ldim. Keyin 1994-yilda institut rektori lavozimiga tayinlashdi. Ham o'shanda bir boshqa nomzod bor edi, rahmatli bo'lib ketdi. Shuni nima qilayotganda jamoamizdan bir guruh odamlar yig'ilib hokimiyatga borishganda biz Muhammedovni rektor bo'lishini xohlaymiz. Norozi bo'lib borgan. Shuni ta'siri bilan keyin bu nomzodni to'xtatib, meni nomzodimni rektorlikka tayinlashgan edi. Juda og'ir paytda rektor bo'ldi. O'zgarishlar vaqti. O'sha paytlarda shu institutda qabul 100 taga tushib qolgan edi. Katta institut bir paytlar 525 ta kunduzgi, 600 ta sirtqi bir yilda qabul qilgan institut, 1100 nafar talaba kamayib 100 taga tushib qoldi. Institut juda og'ir ahvolga tushdi. Endi o'sha paytlari maqsad institutga qabulni kamaytirib keyin yopmoqchi bo'lganda, men rektor bo'lgandan keyin u Samarqand davlat universitetidan bir guruh olimlar nima qilib shu institutda qabul kamayib ketdi, ahvoli og'ir, shu institutni bizga fakultet qilib qo'shib bering deb katta harakatlar boshlanib ketdi. Sal imkoniyat bo'lganda institut yopilib,
universitetning fakultetiga aylanib ketardi. Endi men baribir jamoani taqdiri menga bog'liq bo'lib qolgandan keyin ko'p harakat qildim. O'sha qabul kelmagandan keyin birinchi menda paydo bo'lgan muammo o'qiydigan talabalar soniga qarab o'qituvchilarni shtatini belgilardi. Institutda 220 ta professor o'qituvchilar ishlar edi. Qabul bunaqa bo'lib qilmagandan keyin institut bo'yicha sirtqini yopib tashladi. Kunduzgi 100 ta, bor yo'g'i 300-400 nafar bola qolgan. Bolalar soni kamaygandan keyin tabiiyki ular shtatni kam berdi institut. 220 tadan 90 taga tushirishga to'g'ri. Shunday og'ir vaziyatda keyin o'ylab mana o'qituvchilarni bir iloj qilib shu jarayondan himoya qilish yo'llarini axtardim. Institut qoshida nimalar bilan vazirliklar bilan kelishib litsey internat ochdi. Litsey internatga bir qism o'qituvchilarni ishga olib o'tdi. Yerdan qutqarganlar. Yana bitta nima ochdim. Maktab institut qoshida qilib, maktabda endi litsey internatda bolalar kirib ham o'qib ham yotib shunaqa tashkil qilingan edi. Bu yerda kelib o'qib ketadigan qildi. Bu yerga bir qism o'qituvchilarni joylashtirdi. 7 ta institut qoshida tadbirkorlik korxonalari ochdi. Ularni ochib, shu o'qituvchilarni bir tomondan ishga joylashtirdi. Ikkinchi tomondan o'shalardan kelgan daromadlarni ishlatib o'qituvchilarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish, yaxshi ishlaganlarga mukofot berish. Shunaqa tartib nima qildimki, kim maqola chiqarsa, maqolada darslik chiqarsa, yaxshi mukofotlar belgilab, kollektivni shu ishlarga yo'naltirgan bo'ldi. Juda yaxshi samara berdi. Odamlar o'sha og'ir vaziyatda ham ishga qiziqib, yaxshi ko'rsatkichlarga erishdi. Shuni elektr bo'lgan paytda institutda vaziyat keskinlashib, guruhbozlik, bir-birini ustidan xat yozishlar avjiga chiqib ketgan edi. O'sha institutga juda putur yetkazgan edi. Shularni o'ylab, nima qilib institut o'sha guruhbozlik kasalidan qutqarishga ko'p harakat qilib, guruhbozlikni yo'q qildi. Bu yerdan shunaqa xatlar borardi prezidentga. Endi Rossiyaga qo'shib bir-birini shunday axlat bilan to'kardi-da, olimlar. Bir marta hammasini yerdim, men aytdim. Hurmatli olimlar, sizlar oddiy odam emas. Sizlarda bor imkoniyat, salohiyat,
aqli zakoat ichimda yo'q. Lekin bir-birlaringni guruh bo'lib, islaringdan shuncha axloq to'kaslar, xalq nima deydi? O'zlaringni shunaqa nimalardan saqlasanglar, bir institutni nomi yaxshi tomonga o'zgarib, bu odamlar sizlarni yozganlaring to'g'ri deb o'ylaydi. Ko'p yozganlaring haqiqat emas bu. Achchiq ustida yozasizlar bor yo'q, butun nimaga chiqarib qo'yadi o'qituvchini. Endi nima bor-ku, haligi yomon ko'z bilan qaraydi-ku, yaxshi tomonni ham yomon qilib yozib beraveradi. Uni yuqorida o'qigan odamlar o'qib, qanaqa olim ekan, qanaqa pedagog degan xulosaga keladi. Shuning uchun institutni yopishga shu turtki bo'lgan nimalardan bittasi shu edi. Uni tinchitib, kollektivni boshini bir nimaga qo'sh qila oldi. Mana bu nimalar bilan Sambuning o'sha xat tashkil qilib institutni qo'shib bizga berib, bu yerda talabani o'zi yo'q, sharoit og'ir deganlar bilan olishishga to'g'ri keldi. Ko'p mayda-chuyda gaplar bo'lib ketdi. O'sha narsalarni nima qilib anchasi men bilan munosabatlarni buzib, meni ketishimga turtki bo'lganlardan bittasi ana shu nimalarni janjali bo'ldi. İşte talabalar Vahobiylar ekan, qayerdandir nima qilib topgan va borib bolalarni qamadi. Birinchi kurs talabalar. Menga aytdiki, mana o'sha talabalarni qamadi. Ular vahobiy ekan, qayoqqa qarayapsiz? Men aytdimki, ular birinchi kursga hali institutga kirgan edi, bir oy bo'lgan edi. Vahobiy bo'lgan bo'lsa qayergadir bo'lib ketadi. Haydar bo'ladi. Men talabani haydadi. Meni siz qo'limga hujjat bersangiz, ana shu bolalar vahobiy, ularga chora ko'rib xatlar chiqsangiz, lekin sizni gapingiz bilan ularga ma'qul ko'rmadi, shu olishib qo'yib o'zini lavozimga topshirishga to'g'ri keldi. Va eng katta narsadan men xursandman. O'sha narsalar suvga oqib ketmadi. Baribir o'sha ishlar kollektiv uchun, kollektivda yaxshi hurmat qozonish uchun asos bo'ldi. Men ketganimdan keyin institut o'qituvchilari jamoaviy xat qilib prezidentga murojaat qildi. Shu rektorimiz bizga ma'qul, yaxshi qoldiring deb. Endi bular hammasi baribir o'sha mehnatning natijasida bekorga shunday chiqmadi. Eng muhimi institut saqlanib qoldi. Mana hozir mana shu shuncha odam o'qib ishlab yurgan dargoh shu institut mustaqil bo'lib saqlanib qoldi. Mana yaqinda 95-yilligini o'tkazmoqchi bo'lyapmiz. Shunday. Hozir institutda bilmayman. Aniq 10 mingdan ziyod talaba bo'lsa kerak. 10 mingdan ziyod. Keyin o'qituvchilar soni ham menimcha 400-500 ga yetib borgan bo'lsa kerak. Mana shuncha odam shu yerda ishlayapti, ta'lim olyapti. Bu albatta o'sha ishlar zoya ketmaganiga men xursand bo'lib yuraman.
Ustoz, o'zim ham talabaman. To'g'ridan to'g'ri bizga dars o'tmagan bo'lsangiz ham, siz yozgan kitoblarni o'qib, shu sohaga bo'lgan qiziqishlarimiz yana ham oshdi, o'rgandik. Endigi savolim, yetishtirgan shogirdlaringiz, yozgan ilmiy asarlaringiz, maqolalaringiz haqida aytib bersangiz, ularning soni qancha, hozir shogirdlaringiz qayerlarda faoliyat yuritishyapti, shular haqida to'xtalsangiz. Endi men shu bir yilda o'rtacha 30 ta 40 ta ilmiy maqola yozaman-da. Ba'zi yillar ko'proq, ba'zi yillar kamroq, o'rtacha 30 ta 40 ta yozaman. Ilmiy maqola. Bitta, ikkita darslik yo monografiya chiqarib turaman. Mana shu faoliyatim davomida 34 ta monografiya chiqaribman. O'zbekiston iqtisodiyotining tarixi Amir Temur davridan to hozirgi kunga qadar. Juda katta kitob. 2023-yilda o'zimizda fan va texnologiyalar nashriyotida o'zbek tilida chiqqan edi. Uni keyin ingliz tiliga tarjima qilib, ingliz tilida hozir Yevropada chiqdi mana shu kitob. Ingliz tilida. Hozir buni o'sha ingliz tilida o'zimizda nashriyotdan chiqartiryapman. Endi bu kitob katta mehnat mahsuli. Bu kitobning ustida men 3 yil mehnat qilganman. 3 yil. Ana bu boshqa kitob, bilim asos, tafakkur, taraqqiyot garovi deb, bu ham xorijda chiqdi. O'zimizda ham chiqardim. Nimada o'zimizda institut nimasidan, nashr bo'limidan. Bu ham haligi o'sha talabalar uchun juda foydali fikrlar ko'p. Endi men talabalar bilan ishlashni, ular uchun kerakli o'quv, darslik, o'quv qo'llanma yaratishni har qanday olimning muqaddas burchi deb bilaman. Chunki talabalar shu kitoblarni o'qib ko'p narsani o'rganadi. Endi yozgan darsliklarim, o'quv qo'llanmalarim hozir 7 ta bo'ldi. Hozir bir yangi darslik tayyorladik. Kafedramiz dotsenti Kamilova bilan birgalikda. Bu tamoman yangi darslik. Yangicha yondashuv bilan tayyorlangan. Bu yerda asosiy g'oya talabalarni faqat bilimga emas, fikrlashga o'rgatish. Endi men hozir asosiy ishlayotgan yo'nalishim biz talabalarni faqat muayyan bilimlarni jamlash bilan chegaralanib qolmasligi kerak. Talabalar ijodiy fikrlaydigan, bir yangilik yaratishga qodir bo'lgan zamonaviy zo'r kadrlar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu zamonlar o'tib ketdi. Talaba bilimdon bo'lishi kerak, ko'p bo'lishi kerak. Hozir bilim emas, fikrlash muhim bo'lib qoldi. Immanuel Kantning bir zo'r nimasi bor ekan. Biz yoshlarni
fikrga emas, fikrlashga o'rgatishimiz kerak. Fikr degani bu bir narsani o'rgatish. Mana tovar nima, foyda nima, fikrlashga o'rgatish. O'sha bilimni olib, fikrni olib, leksiya jarayonida, kitob o'qish jarayonida shuni o'zining ongida tahlil qilib, o'sha fikrlardan yangi fikr yaratadigan talabalar kerak. Mana shu nimada, mana bu Yunus Qarshiboyev bilan birga tayyorlagan risolamizda shu g'oyani yaxshilab biz yoritganmiz. Biz hozir asosiy ishlayotgan yo'nalishimiz talabalarni ijodiy fikrlaydigan, o'sha bir yangi g'oya yaratishga qobiliyati yetadigan qilib shakllantirish maqsad qilyapmiz. Bugun rektor bilan ham shu narsalarni maslahatlashib oldik. Chunki bilimning o'zi bu bilim kerak. Lekin taraqqiyot uchun bilimning o'zi yetarli emas. Ijodiy fikrlaydigan, yangilik yaratadigan, yangi g'oya ishlab chiqaradigan kadrlar bu jamiyatning kelajagi. Hozir o'sha iqtisodiy tafakkur va taraqqiyot degan ilmiy maktabni shakllantirish ustida o'ylayapmiz. O'sha yerga eng iqtidorli yoshlarni jamlab, shu narsani institutda yaxshilab yo'lga qo'ymoqchimiz. Men o'ylaymanki, talabalar biz olib amalga oshirmoqchi bo'lgan g'oyalar o'z yechimini topsa agar, talabalarimiz juda ko'p yangi nimalarga erishadilar. Endi o'sha iqtisodiy tafakkurni rivojlantirish usullari, qanday qilsa tafakkur rivojlanadi, qanaqa usullari bor, shularni bir xonani alohida ajratib, shu xonani nimalar bilan bezab, shu ishni sekin amalga oshirmoqchimiz. Ustoz, rahmat, zo'r suhbat bo'ldi. Talabalarimiz ham ko'rishadi, ustozlarimiz ham ko'rishadi, shogirdlaringiz ko'rishadi. Manfaatli suhbat bo'ldi. Menimcha bu yerda o'tirgan yoshlarga ham hammaga yoqdi. Sizga rahmat ustoz. Ilmiy faoliyatingizda, shaxsiy faoliyatingizda ko'p muvaffaqiyatlar tilaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin ustoz. Sizlarga rahmat, yaxshi ishni boshlabsizlar. Baribir ularni hammasini tarbiyaviy ahamiyati bor. Ishqilib sizlarni zeriktirib qo'ymadimmi? Yo'q. Shaxsan o'zim yaxshi ma'lumotlar oldim. Mayli. Rahmat ustoz. İşleringizga omad tilayman.